PS'ga kirib o'yinchi o'ynab qolsanglar, qaysi o'yinni o'ynashni yoqtirsizlar? Inkaslarni qoldirib qo'yinglar, bir tal jurg'inlarni besib qo'yinglar. Mush oldimizga kelayotgan qo'sh bayram munosabati bilan mana qiqas PS'xona, osti usti 2 qavat, ustida ayrim hollar va ostida shunday o'ynaydigan PS'lar va mush o'rinni mush og'inimiz ochdi. Birinchi men tashviqotni qilib bergan nurg'un do'stlarimiz kelib o'ynab o'tibsizlar. Shunda xush bo'ldim. Davomli kelib qo'llab berishinglarni umid qilamiz. Shunga qo'sh bayram munosabati bilan mush PS'xoni qo'llayotgan do'stlarimizga faoliyatning yamonini ulashib bermoqchi. Shunga ajrimiz uchun yurak besib mush filmni atrofimizga do'stlar bir yo'llab qo'yinglar. Şinxanaymızdımı? Muşundaq bir PS'xanның balığını bilmegen dostlarımız davamlı bilip qalsın, bilgen dostlarımız muş faaliyetten paylanıp qalsın. Emsadaş, bayramga qandaq faaliyetten tayyorlab qo'ydinglar? Aldığımız bayram kilish münasebetiyle qilgan faoliyatimiz olsa hamda 1 saat o'ynagan do'stlarimizga hamda 5 yuan qiymatidagi suv yoki mayadagi ushaq tushak yemeklikni qaylagan talabasi bo'ldi. 2 saat o'ynasa 1 saat sovuq qilamiz. 3 saat o'ynasa mayadagi chilimimiz va chilimdan bir qapaqdan chaqiramiz. Chilim tatqa o'yinning qarmon o'ynab chiqasiz bunu degan. Bo'ldi-ki, 1 saat o'ynab qalsanglar 5 ko'ylak suvdan birini yoki yemeklikni talab olib kelsizlar. 2 saat o'ynab qalsanglar 1 saat qo'shib birdikan, 3 saat o'ynab qalsanglar chilim. Ayrim bo'lsa xulti degan do'stlarimiz chiqishqasi bo'ldimi? Bo'ldi. Yamanni o'ynaymisanlar, yomon jiz bor ekan. Odatni o'ynaymisanlar, odatki bor ekan. Chiqib, bir o'yin yangi chiqib o'tishmaga qilib qo'ysalar-ku, ne? Mush to'rda bir o'yin moduli bu bozor chiqqandan keyin mush PS xallarda shu o'yinlar chiqib bo'ldi ortiqlar. Yengilishimi, tizg'o yengilishsin. Yanlışsız o'yin turdi dedimmi? 200 qildan chaqiraq o'yin bor. Ma endi PS xonni o'ynagan o'yin, mana telefonda o'ynagan, kompyuter o'ynagan qattiq o'xshamaydi ekan joysi. Mush o'ynayotgan, o'ynab baqqan do'stlar bo'lib qolsanglar, Inkas rayonga bir o'zingizning o'ylaganlarni, xos o'yinni yoqtirsizlar, bir rizq bo'lgan bo'lsanglar, endi bayram kelib qoldi. Balalar bayram kelib qoldi. Balalarimizni akilib zirqib ketgan bo'lsa, o'zimiz ikki odam o'ynay olmaydi qaranglar. Masalan, balalarimiz besil o'ynaydi. Biz o'ynasak bayram damalish kunlari balalarimizni akilib xo'shal qilib, besimini yengillatib ketsanglar bo'ladi o'jimolar. Mana ota bola kelib o'ynab ketsanglar bo'ladi. Shunga mapilim yurakni biz ko'plar bir taqib qo'ygan bo'lsanglar, atrofimizdagi mushu bayramdan nay verib, balalarni xo'shal qilib kelsam bo'ladi deb o'ylashib turayotgan do'stlar, Şinxanaymizga mush PS'xona kirib, bizlarning besimni yengillatib, ota bola bilan o'ynab ketsanglar bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa, yurak biz ko'plar taqib qo'yinglar. Mush faoliyatimda qanchalik vaqt davom etishini? Faoliyatni 10 kun davomlashtirib qo'ysak bo'ladimi? 10 kunmi? Faoliyatdan 10 kun qilgan bo'lib qoldik. Mush 6-oyning 7-kungacha kelib qolgan do'stlarimizga bayram degandek faoliyatdan ulashib qo'ydik. Yurak besib kelishni, qo'llab qo'yishni, film saqlab olishni unutib qolmanglar. Film tushib ketib qolsa, bu PS'xonning faoliyatidan bahramlanmaysizlar, PS'xonning o'rnini topolmaysizlar, filmni biz ujrat etmaymiz. Do'yini tushirib qolsa, amal yo'q, shuni saqlab olishni unutib qolmanglar, yurak besib qo'yishni unutib qolmanglar. Bu ya'niki adresi mushu To'qsu bozoridan Dongchon qarab kelsanglar, Tamatset mashina zapchastlarini setish do'konininki qiyipash qarshi tarafga joylashgan Erkin bo'shliq o'yin markazi degan do'kon shu jumonglar. Mushu Dongchon tarafga qarab, mansanglar so'l qo'l tarafda ko'rsizlar. Erkin bo'shliq o'yin markazi, 2-qavati va past o'tsanglar bo'ldi, 2-qavat o'tsanglar bo'ldi. Uni olib qolsa, do'stlar, mush faoliyatdan bir baxtli qilishni umid qilaman. Kelarsan ko'rishlar, yana yangilik ishlab qolsa davomli yo'llab turma. Meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Rahmat sizlarga.